Men ana shu oyoq og'riqdan aziyat chekib, mana shu sanatoriyaga kelishga qaror qildim. Telefonda, internetdan ko'rib qoldik. Keyin oyoqlarim og'rib, juda meni bezovta qilar edi. Mana shu sanatoriyani eshitib kelib, mana lichinalarni oldim. Mana kelganimizga bugun 9 kun bo'ldi. Juda yaxshi natijalar beryapti. Suvlari juda yaxshi vaqtida lichinalarni qilishyapti hemşireler. Hammalariga katta rahmat. Biz juda minnatdormiz. Oziq-ovqatlar ham juda ko'ngildagidek yaxshi dam olyapmiz. Mena oltin gurgut suvga tushib, oyoqlarimda og'riqlar ketganiga juda xursandman. Yana qayta kelishlikni orzu qilib turibman. 6 oydan keyin Xudo xolasa yana kelib lichinalar davom ettirib, shu darddan to'la to'kis forig' bo'lishlikka mana shu yerda o'zimga ishonch hosil qildim. Xudo xolasa mana shu kelib yana lichinalarni olib sog' salomat bo'lib yursam, yana kelaman. Mana shu doktorlarga, mana shu yerdagi hemşire qizlarimizga, bizga xizmat qilib turgan hammalariga kattadan katta rahmat aytaman. Hammalaringni mana sanatoriyaga kelib davolanishga hammalaringga taklif etaman. Iloji boricha kelib mana shu yerda davolanib, sog'liqlaring uchun, o'zlaring uchun yashashga harakat qilinglar. Hammalariga rahmat.